Qahramon aka, ustuli uchun eng kerakli bitta mahsulot kerak bo'lsa, u qaysi bo'lardi siz uchun? Xo'p, ustalarga yechim bor. Xudo xolasa mana apparatsochniy apparat bo'ladi. Endi bu ko'pincha nimaga? Suv yo'q joylarga santexnika qilishda appressovka qilib, poddavleni tekshirish kerak. Shu nima qiladi? Mashina ruchnoy ulaydi, polni sistemaga suvni beradi. Xotirjam ertaga ustiga to'plib olib qo'yadimi? Undan keyin ishlaydimi to katelnigacha bo'lgan vaqtda shu poddavleni qilib oladi. Yoki mabodo bo'lmasa, yo'q, men buni sota olmayman desa ham, Benplast do'koni, Foziltepa ko'chasi do'konimizda buni ustalarimizga berib ham turamiz. Keyin bundan tashqari press apparatlarimiz, takerlarimiz, har xil instrumentlarimiz ham bor. Xudo xolasa bizdan mahsulot olsa, ularga yengillik qilib beramiz hamma instrumentlarni, xudo xolasa. Kachat qilib o'tirmaysan, elektrический varianti ham bor. Endi ko'pchilik buni anaqada ruchnoy yaxshi ko'rib ishlatishadi. Qahramon aka, maslahatlar uchun rahmat aka. Kimga mana shunaqa mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Benplastni Foziltepa filialiga bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin yoki quyidagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi.